Assalomu alaykum hammaga. Biz Hazrat tumani Karvaytdamiz. Doktor Xushnudog'ning uyida bu yerdan ko'mir atapgina ishlarimizni boshlaymiz. Uyimiz zaminlari obod bo'lib uzatilingan. Bu yerimizdan shu zamonaviy alyumin batareyalarni qo'yib ishlab beryapmiz. Zaminlarni turban o'zini razmeriga o'xshab Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, Hazrat Karvaytdamiz va onalarimiz. Kanalimiz rivoji uchun like bosib, podpisatsiya bo'lib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.